bir narsaga e'tibor berdim. Nimaiki ishlab chiqarilgan bo'lsa, hamma narsani brendi bor mana. Ishlab chiqaruvchi brend. Va upakovkani qaranglar. Mana shu turish ham sotyapti savatchaga. Agar mana shu narsani o'zini agar sotaman desa agar sotish qiyin. Savatchaga mana shunaqa akkuratni olib ketib, bemalol nima qilsa bo'ladi. Men oddiysi bunaqa turibdi, upakovka mana bunaqa turibdi. Oramizda masalan qovun tarvuz bilan shug'ullanuvchi eksportyorlar ham borda. O'sha qovun tarvuzlarga ham mana shunaqa brending qo'yib chiqarsa agar o'zlarining yutug'ida kelajakda faqat bizni brend qutqaradi. Mana sizlar boya aytganimdek, har bir tarvuzni mana shu dumchasini spesialni uzunroq qo'yar ekanki, bu svejligini bildirilar ekanda. Va bu yerda brendini yopishtiryapti mana. Har bir narsa brend. Mana upakovka qadoqni qaranglar. Mana brendni qaranglar. Erinmasligimiz kerak. Hurmatli tadbirkorlar, inobatga olinglar. 1 kilosi deyarli $1. Soxta barglarini ham qo'ygan ey. Mana qarang. Mana. Gap bo'lishi mumkin emas.